Ko'p imomlardan eshitaman. Imomlar ehtiyot bo'lishlik kerak. Ya'ni bu so'zga ehtiyot bo'lib, katta bir musibat bu gunoh emas, lekin bu mantiqsizlikdir. Nima deydi? Inshaalloh deydi, Robbim sizga o'g'il bersin deydi. Inshaalloh deydi, Robbim sizga deydi, ne'matlarini berib, o'g'lingiz qori bo'lsin. Inshaalloh deydi. Yo'q, agar Alloh xohlasa bersin deganda u. Endi tarjimasini o'ylab ko'ring. Tarjimasini aytdim sizga. Bir duo qilyapmizda, inshaalloh Robbim sizga shu uyni bersin. İnşallah Rabbim şu masjidlarning qurilishiga nasib qilsin deyilmaydi. Duo talab qilingan paytda inshaalloh aytilmaydi. Bir ishni qilmoqchi bo'lganingizda inshaalloh shu yerga masjid quramiz. İnşallah o'g'lim bu yil o'qishga kiradi. İnşallah o'g'lim bu yil madrasaga ketyapti deysiz. Lekin Alloh taoladan so'ragan paytingizda agar xohlasa bersin demaysiz-da. Shunaqa deyishingiz mumkin. Men endi buni o'zbekchasida bilyapsiz. Siz o'zbekchasida sodda, jaydarib aytamiz. Agar Alloh xohlasang shuni menga bergin. Bunday deyilmaydi. Talab, ad-duo huwa talab. Duo bu talab qilish, Alloh taoladan so'rashlik. Inshaalloh so'zini duo qilib turgan paytingizda ishlatmang. U xato, u duodagi nimasiz, ya'ni bir duodagi kamchilik bo'ladi. Duoni fiqhini, ilmini bilmaganligimiz bo'ladi. Hech qachon duo qila turib, bir narsani so'rab turib, inshaalloh Allohim bolalarimni qori qilsin. Inshaalloh Allohim menga umrani nasib qilsin. Yo'q, unday deymi? Allohim menga umrani nasib qil. Allohim farzandlarimni qori bo'lishini nasib qil deya duo qilasizki, Alloh ijobat qiladi. Inshaallohning o'rni demak nima ekan? Qilmoqchi bo'lgan ishlaringizda Robbimizning mashiati, Robbimizning xohishi, Robbimizning shunda irodasi bo'lishligini duo qilib aytasiz. Lekin talab qilib turgan paytingizda, Alloh taoladan so'rab turgan paytingizda bularni aytmaysiz.